qovursa, shuncha shirin. O'zimdan oling, o'zimdan. Bu plasmassa ekan. Bu plasmassa ekan. Shunaqangi bir tatib ko'ring endi do'stim. Bitta emas. Obatdan nafsim cho'kilib, anan turibman endi. Qani bismillahirrohmanirrohim. Ha, patik. Oo. Ben enjim yemaganman bunaqa shirin chokolatlarni. Ya assalomu alaykum. Chapana Power ashaddiy obunachilari. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Bundan oldingi videolarda qo'llab-quvvatlabsizlar. Rahmat. Endi nima deyman? Shu uy sharoitida shu jarayonlarni ko'rsatishga harakat qilaman. Har xil taomlar bilan. Bugungi menyuda makaron, qovurma makaron, qiyma, kartoshka, sabzi, xullas shu makaronga ketadigan masalalar. Bo'lmasa biz boshladik. Ha, siri makaron qilinadi, qovurma yopishib qoladi bir-biriga, shunaqa shu yopishmaslik sirini o'rgataman. Kuzatib boringlar. Bo'lmasa biz boshladik. Qo'ydik. Qizitib, endi qiymamizni solib, piyozimizni solib, bichakkadan qovurishni davom etamiz. Endi qiymani solamiz. Karıştırıp solduk. Vah, dil qarang. Voy, Chapana Powerga bir obuna bo'lib, podpisa bo'lib, bundoq podelitsiya qilib, bir kuchaytiring. Biz ham Chapana Power bo'lib yuraylik. Endi mo'ljallab tuz solamiz. Tatga ko'ra aralashma. Zira endi
Taomni qancha ko'p qovursa, shuncha shirin bo'ladi. Mana endi makaronimizni ochib olaylik. Suv quymasdan oldin makaronni solib qovurib olamiz. Biroz qovurib olamiz. Qovurib olishdan sababi makaron ezilib ketmaydi. Dikillab chiqadi dona-dona bo'lib. Sekreti shu yerda. Sekret shu yerda. Xullas ko'pchilik suvni quyib keting makaron solib dimlaydi-da. Unda suv bilan pishib qolib bir qanaqadir bu boshqacha bo'ladi. Hali pishganda ko'rasizlar. 5 minutcha qovurib oldik. Endi suyimizni quyamiz. Bismillah. Past olov pastlab 15-20 daqiqa damlab qo'yamiz. Ovqatimiz ham tayyor. Bismillahirrohmanirrohim. Qarang. Mana qarang. Makaron yopishib bo'lmabdi bir-biriga. Mana makaronimiz bahoni o'zingizlar berasizlar mana. Endi tamga bahoni bugun bir mehmonimiz kelibdilar, chiqyaptilar. U kishi beradilar bahoni. Keyin Mansurbek beradilar. Mana qozonimizni tagi mana. Eshitma. Tag olmagan makaronlar hammasi joyida. Tuxum qanaqadir kimdir xush ko'radi. Tuxumni to'g'rab mana soldik. Kimdir xush ko'radi, kimdirga qiziq. Tam. Endi buning ustiga ko'kini sepamiz. Endi nima deydi, anu achangni opodonga bepardoz ko'rsatma deganmiz Namangan she'rida. Ana, ovqatimiz tayyor. Yesani bo'ldi. Baho beringlar, obuna bo'lib, podpiska bosib, kanallarga podpiska qilishni unutmanglar. O'zimdan oling, o'zimdan. Bu plasmassa ekanmi? Sen nima? O'zi ishon o'shani yutganmidi? To'xta mana uzilmaydi. Bu uzilmas bu. Uzilmas bu. Suniyaga bu uzini o'zi ekanda qaraydi. Buni qanaqa? Yo'q, haqiqatdan. Bu sulib bo'lgani ham boshqa ekan. Cho'q yutgandim. Chang bosayotganda. Mahal, bismillahirrohmanirrohim deb cho'q qo'yib, mehmon kelib qoluvdilar. Choydan olasiz. Bu choy bilasizlar, bir boshqacha qilib nima qilingan-a?
Toshkent piyolasi. Toshkent piyolasi emas, endi bu Xitoy piyolasi deymiz. Jingillamaydi. Jingillamaydi. Yo'q, lekin bu oq-ku bu. Endi Toshkent piyolasi paxta gullik va boshqacha bo'lgan. Xullas, do'stim, bilasiz, har doimgidek Musoxon aka taom yasira chaqiring degansiz. Asosiysi makaronlikni qilayotgan paytingiz, ya'ni qovurma makaron. Telefoningiz kelib mana kadrda ham bizni yubordi mana. Telefon kelinmaydi bu. Ha, WhatsAppdan ajoyib muzikalar qo'yib yuborgansiz. Jekchitda kinosini ko'rganmisiz oshni? Ha, ko'rganman. Xullas, do'stimiz mana non olib kelibdilar. Non ham bir ajoyib, o'zlari mana qo'llarida yopdilar. Albatta. Shaxsan telefonga ham aytib, bugun mehmon qilamiz. Chunki do'stim mana bu makaron pulovni yaxshi ko'radi. Shuning uchun buni bezab, bir chiroyli qilib, hali bunaqa olib chaqirmadik-a? Yo'q. Bu san'at asari bo'libdi. San'at asari, ya'ni Musoxon aka hozir operatorlik qilyaptilar. Bismillahirrohmanirrohim. Qo'l ostida ishlab chiqarilgan makaron. Albatta. Bu mana qo'l ostida chiqarilgan nonlar, ya'ni bu do'stimni hunari. Masalan, qara. Ata shu bugun xuddi bilganday o'shni e'tirozotlar qilmaganda. Ya'ni. Alloh nasib qilib elagi dil tortuvdi. Ana. Soat 11 bo'lishiga telefon qildingizda. Bu 10:30da qildim. To'g'ri, 10:30da qildim. Palov bordi, shu yerda qadrdonlar ham gapirsam til ojiz. Uni bitta tetib ko'rmasalar kelib, to'g'ri. Ungacha ishonmasligilar mumkin. Makaronni ham shunaqa shirin bo'ladim deb o'ylashinglar mumkin, lekin garanti 200%. O'ta mazali. Shuncha payt boshqa ovqatdan yeb yurgan bo'lsa, o'shaning ichida nomer 1 desa bo'ladi. Juda ham. Endi haqiqatan makaron o'tgan sababli yeb ko'rgan, makaron plov ham bunaqa bo'ladi, to'g'ri gapiryapti. Lekin haqiqatan buni yesanglar bir boshqacha ta'm. To'g'ri aytishinglar mumkin, ha bunga qiyma solinganlar boshqa yo'q. Buni ham endi o'zini yo'l-yo'liga qilib solib, bunasini bunaqa qilib pishirishi o'zi ham bo'lmaydi. Albatta. Shunday qilib bir tatib ko'ring endi do'stim. Bitta emas, albatta nafsim cho'kilib anan turibman endi. Qani bismillahirrohmanirrohim. Ha, qating. Ben NG yemaganman bunaqa shirin chokolatlar deydi. O'ta mazza, o'ta. Mana makaron chiqqan. Makaron ham bir ajoyib chiqqan. To'g'rimi do'stim? Shakaroblar bilan olasiz. Ha. Orasi achchig'i ham bor. Ha, achchig'lari bilan olasiz. Aralashtirib yuboring. Bay. Bitta aralashtirib olish kerak. Bu tayyor emas. Mana sun'iy, bu uzun emas. Tishlab ko'rdim. Ha, hozir boshda tishlab ko'rdilar-ku. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh shu ne'matga yetkazgan Allohga hamd bo'lsin. Juda zo'r. Haqiqatda hamma narsani o'zini ustasi qilgan yaxshi. Ovqatga til ojiz xudo xolasa. Musoxon akani qo'llab-quvvatlab turinglar, obunachilar, kanallarga o'tib, obuna bo'lib, o'zingizning fikringizni qoldiringlar. Har xil taomlar bo'ladi. Hali bu boshlanishi. Albatta. Endi men majburladim bu akamni, to'g'risi gap. Chiroyli hali videolarni baribir bu yerda taom qilinyapti. Har xil nima kimgadir qaysidir joyda plus bo'ladi, kimdir nimadir narsalarni o'rganadi degan maqsadda video qilinyapti, to'g'risi gapda. Kim ko'pkaligi nima desa bo'ladi, ko'proqligi musofirda yurganlarga qo'l keladi. Albatta, musofirda yurganlarga va uy bekasilarga ham qanaqadir foydasi bo'lishi mumkin. Shunday ekan, yo'qadigan taom berib bo'ladi. Ha, qaysidir joyda baribir haligi sekretlari bo'ladi-da, o'shalarni o'rganib olaman. Bugun men bilmaydigan sekretlardan birini o'rganib oldim. Shaxsan o'zim uchun va uydagilarga ham aytib qo'yaman. Balkim bilishar, balkim bilishmas. Chunki makaronni o'zini shunday tashab turib, uni ozgina qovurib olinar ekan. Ana shu yerda ozgina sekreti bor ekan. Bir-biriga yopishib ketmaslik uchun bu. Ezilib ketmaslik uchun. Ezilib bir tappaga chiqib ketmaslik uchun. Arzon va tez bo'ladigan ovqatlardan biri. Xuddi shunday. Ham mazali, ya'ni makaronmi, davlatlarga so'g'lini oshirib oladi deyishadi, lekin buni me'yoriga olib kelib pishirilsa, mana bunaqa o'ta shirin va mazali chokolatlar bo'ladi. Albatta. Xullas, hurmatli obunachilar, kelinglar, sizlar ham mehmonga biz mana shu yerda sizga ham chiroyli qilib mehmon qilamiz. Inshaalloh yaxshilik kunlarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar obunachilar. O'tib obuna bo'lish esdan chiqmasin. Albatta. O'zim bo'pti.